Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun darsimizni birinchi qismini boshladik. Xo'p, endi darslarimizning birinchi qismida hozir men sizlarga umumiy sifir test formati va shuningdek 40 kunlik planimiz haqida tanishtirib beraman. Xo'p, endi mana bu ekranga qaraydigan bo'lsak, ekranimizda full mock testi bor, ya'ni sifirdan tushadigan listening bilan reading full mock testi bor. Xo'p, endi testni tanishtiradigan bo'lsam, xuddi shu formatda bo'ladi. Xo'p, endi examga kirganingizda listeningdan boshlaydigan bo'lsak, listeningda overall 6 ta part bo'ladi. 6 ta partda mana bu ekranda ko'rib turganimizdek part 1 ni o'zida 8 ta savol bo'ladi. Part 2 da 9-savoldan boshlab part 2 ga o'tiladi. Part 2 da 9 tadan 14 tagacha savol bo'ladi va 15-dan boshlab part 3 ga o'tib ketyapti, mana ko'rinyapti. 15 dan 18 gacha, ya'ni 3 dona savol part 3 da bo'ladi. Endi part 4 ga o'tganda 19 tadan 23 tagacha bo'ladi savolimiz. Part 5 da bo'lsa 24-dan 29-gacha bo'ladi va part 6 oxirgi part 6miz bo'lsa 30 dan 35 gacha bo'ladi. Overall listeningda savollar soni 35 ta bo'ladi. Xo'p, endi har bitta savolga bitta javob belgilashingizga to'g'ri keladi va undan tashqari har bitta partni audioda 2 martadan qo'yib berishadi. Xo'p, endi umumiy listening uchun sarflanadigan vaqtga keladigan bo'lsak, bu 35 daqiqani tashkil qiladi. 35 minut ichida listening testi to'liq tugaydi va endi mana shu listening testi oxirida sizga boshida testga kirganingizda listeningda sizga maxsus shu test varaqcha beradi. Alohida javoblarni ko'chirish uchun ham javoblar varaqasi beriladi. Aynan mana shu sizga berilgan savollar varaqasini o'ziga belgilaysiz test yechayotgan vaqtingizda. Test tugagandan keyin bo'lsa 10 minut vaqt beriladi alohida. Mana shu 10 minut vaqt ichida listingga siz belgilagan test tugagandan keyin beriladi 10 minut vaqt. Mana shu listing vaqtida yechgan javoblaringizni bemalol 10 minut ichida shoshmasdan ko'chirib bersangiz bo'ladi. Xo'p, endi davom etadigan bo'lsak, xo'p, mana shu joyga qaraymiz. Mana listingda part 1 ga bu yerda misol keltirilgan. Xo'p, endi har bitta partga darslarimiz davomida yana ko'ramiz. Hozircha qisqa ko'rib ketishinglar uchun ko'rsatyapman buni. Mana bu part 1. Xo'p, part 2 ga o'tadigan bo'lsak, bitta so'z yoki bitta raqam bilan belgilash kerak degan savol turibdi. Va part 3 da qaraydigan bo'lsak, bu yoqda belgilashli savollar bo'ladi asosan. Part 4 ga keladigan bo'lsak, part 4 da har xil savollar tushib qolishi mumkin. Bu yoqda aynan xaritasi tushgan. Bularni ham hammasini ko'ramiz darslar davomida. Part 5 ga qaraydigan bo'lsak, part 5 da multiple choice questions qo'yilgan bu yerda. Xo'p, bu haqida ham to'liq darslarimiz boshlanganda rejalarimizda ko'rsataman, yana ozroqdan keyin tanishsak bo'ladi. Xo'p, endi part 6 6-partga qaraydigan bo'lsak, part 6 da asosan so'z qo'yish tushadi. Bunga o'xshagan savollarda odatda bitta so'z yetadi, 2-3 ta so'z qo'yilmaydi. Xo'p, endi reading partga o'tadigan bo'lsak, ikkinchi qog'ozda sizga reading savollari berilgan bo'ladi. Reading savollarida 5 ta part bo'ladi, 5 ta qismdan iborat bo'ladi reading. Reading part 1 da 1-dan 6-gacha savollar bo'ladi. Part 2 ga o'tganda bo'lsa readingda 7-dan 14-savolgacha part 2 bo'ladi. Endi part 3 ga o'tilganda 15 dan 20 gacha. Part 4 ga o'tganimizda bo'lsa, part 4 da 21 dan 29-savollargacha bo'ladi. Endi part 5 oxirgi partimiz, demak 30 dan 35 gacha bo'ladi. Demak, bunda ham overall savollar soni 35 ta. Xo'p, endi demak, listeningda ham, readingda ham savollar soni 35 tadan bo'ladi, lekin listeningda 6 ta partga bo'lingan, readingda 5 ta partga bo'lingan bo'ladi. Xo'p, endi readingimizga nisbatan ancha ko'p vaqt beriladi. Readingimizda ko'rayotganinglardek mana bu joyda yozilgan 1 hour, ya'ni 1 soat vaqt beriladi. Har bitta savolga bittadan javobni belgilash kerak. Xo'p, endi readingimizni mana testlarimizdan misol ko'radigan bo'lsak, part 1imizda qarasak, har bitta joyga mantiqan kelib chiqib, reading tekstni o'qish orqali so'zlarni qo'yib chiqishimiz kerak part 1 da. Va part 2 da bo'lsa, xo'p, bu yerda sample savol, ya'ni misol savollar keltirilgan. Xo'p, bular haqida batafsil gaplashamiz. Hozir videoni qisqaroq qilganimiz ma'qul, chunki u yoqda 40 kunlik rejani ham tanishtirishim kerak. Xo'p, endi part 3 ga qaraydigan bo'lsak, list of heading, ya'ni har bitta paragrafni o'qib turib, qaysi paragrafda mana shu ma'lumot borligini topib belgilab qo'yish kerak. Mana bu yerga qarasanglar, paragraf 1 dan paragraf 6 gacha, 1 dan 6 gacha paragraflar qo'yib qo'yilgan. Yoniga mana bu harflar belgilab qo'yishimiz kerak. Qaysi ma'lumot qaysi paragrafning ichida bor, shuni belgilashimiz kerak. Xo'p, endi keyingisiga o'tadigan bo'lsak,
part 4imizda ham xuddi bitta alohida reading text berilyapti. Bu yoqda ham ko'rganimizdek, tagida 21dan 29gacha savollar qo'yilgan. Har bittasida multiple choice, ya'ni A, B, C, D variantdan to'g'risini belgilab qo'yish kerak. Xo'p, endi part 5 ga qaraydigan bo'lsak, 30dan 35-savollarimizni o'z ichiga oladi part 5. Bu yerda ham alohida bitta reading text berilgan. Reading textni o'qib turib, mana bu joyda tushib qolgan so'zni yoki raqamni joylash kerak va undan tashqari 34dan 35gacha yana multiple choice, ya'ni A, B, C savollari joylashgan. Xo'p, endi keyingi formatimiz bu speaking formatimiz bilan tanishib chiqadigan bo'lsak, xo'p, speakingga qaraydigan bo'lsak, xo'p, bu yerda men qisqacha tanishtirishga harakat qilaman. Bu jadvalni yana guruhga tashlab qo'yaman. Xo'p, speaking partimiz 3 ta partdan iborat bo'ladi. 3 ta qismdan. Birinchi qismini o'zi 2 ta qismga bo'linadi. Ya'ni A va B desak, birinchi partning o'zi A va B ga bo'linadi. A va B ni ichida sizga mana bu joyda ko'rganimizdek A1 yoki A2 darajadagi savollar bo'ladi. Demak, 3 ta savol so'raladi bu holatda. Endi bu asosan nima haqida bo'ladi desa, shaxsiy ma'lumotlar haqida so'rash mumkin, yashaydigan joyingiz, ismingiz, shunga o'xshash savollar bo'ladi boshlanishida. Endi bular ichida oila, do'stlar, yana qiziqishlar va hokazolar bo'lishi mumkin. Aynan shu qismga, ya'ni birinchi partni A qismiga ajratiladigan vaqt bu 30 soniyani tashkil qiladi. Endi alohida e'tibor beradigan narsamiz part 1 deyapman. To'liq part 1 ga hech qanday tayyorlanish uchun sizga alohida vaqt qo'yib berilmaydi. Part 1 ni o'zida, xo'p, e'tibor bilan qaraymiz. Mana bu birinchi ustunimiz bu hozir aytgan A va bunisi B qism deydigan bo'lsak, demak bizda overall ikkita part 1 o'zida A va B qismdan tashkil topyapti part 1 o'zi. Endi B qismga o'tadigan bo'lsak, bu B1 darajadagi savollar bo'ladi. Bunda ham 3 ta savol. Demak, bu asosan ichida nima bo'ladi bunda deyilsa, tasvirlash, qandaydir shaxsiy fikringizni so'rash mumkin va endi topshiriq tavsifi, ya'ni ichida qanaqa savol beriladi deyilganda, sizga ikkita rasm beriladi. Rasm asosida sizga savollar beriladi. Endi siz rasmga qaragan holatda savolga javob berishingiz kerak. Xo'p, keyingisiga qaraydigan bo'lsak, ajratilgan vaqt bunga ham 30 soniya bo'lyapti. Tayyorgarlik uchun hech qanday vaqt berilmayapti. Demak, part 1 ga esda qolarli narsa, bu part 1 da hech qanday sizga tayyorgarlik uchun vaqt berilmaydi. Examga kirishingiz bilan part 1 boshlanadi. Bunga tayyorgarlik shart emas, chunki bunda asosan qisqa savol-javob bo'ladi. Faqat endi overall part 1 ni o'ziga 60 sekund va 6 ta savol bo'ladi ichida. Part 2 ga o'tadigan bo'lsak, part 2 da B2 darajadagi savollar bo'ladi. E'tibor bilan qaraymiz, 3 dona savol bor. 3 ta savolda endi e'tibor maqsad nimaga qaratilgan bo'ladi desa, abstrakt, mavhum narsalar bo'ladi. Endi buni ichida afzallik, nimani afzal ko'rasiz, har xil mavzular berib tahlil qilish bo'ladi asosan. Hop, part 2imiz ichida 3 ta savol bo'lyapti va uni bilan birga bitta rasm ham taqdim etilyapti. Endi sizdan talab qilinadigan narsa, sizni rasmni yaxshilab turib tasvirlab berishingiz kerak pastdagi berilgan sizga savollarga qaragan holatda. Xo'p, endi yana bitta narsa, ba'zi holatlar bo'ladi. Agar siz pastdagi savollar bo'yicha gapiradigan bo'lsangiz, rasm tasvirlab berishingizdan umuman talab qilinmaydi. Asosan mana shu 3 ta pastda berilgan savolga javob bersangiz bo'ldi. Rasm muhim emas u yerda. Xo'p, endi sizga beriladigan overall vaqt bu 2 minutni tashkil qiladi. 2 minutdan tashqari sizga alohida 1 daqiqa vaqt beriladi. Siz 1 daqiqa ichida bemalol savollarni ko'rib, ideyalaringizni yaxshilab o'ylab olib, keyin 2 daqiqa ichida bemalol 3 ta savolga javob bersangiz bo'ladi. Xo'p, endi 3-qismga o'tadigan bo'lsak, 3-qismimizda C1 darajadagi savollar beriladi. Bunda atiga 1 dona savolimiz bor, ko'rgan bo'lsanglar. Endi bu yoqda xuddi shu holat, abstrakt, mavhum savol beriladi. Bu yerda nima tekshiriladi desa, siz qay darajada fikr yuritasiz, ingliz tilida shuni qay darajada ifodalab bera olasiz, shu narsani ko'riladi. Asosan afzallik va kamchiliklar, misol uchun qandaydir mavzu berib qo'yadi, afzallik jihati nimada, kamchiligi nimada deb sizdan so'rashi mumkin. Ya'ni tahlil qilish savollar asosan. Xo'p, endi topshiriq tavsifiga qaraydigan bo'lsak, xo'p, endi sizga berilgan mavzuni ikkala tomonini ham tahlil qilib berishingiz kerak. Ya'ni afzallik jihatini ham, kamchilik jihatini ham alohida qilib gapirishingiz kerak. Bu degani, sizga berilgan mavzuni yaxshilab tahlil qilib, 1 daqiqa o'ylashga vaqtingiz bo'ladi. 1 daqiqa vaqt ichida yaxshilab tahlil qilib, plyus va minus tomonlari haqida o'ylab olishingiz kerak yaxshilab.
Xo'p, endi bunga yana 2 minut beriladi. Demak, e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, part 2 bilan part 3 deyarli bir xil vaqt berilyapti. Part 2 bilan part 3imizda 1 daqiqadan o'ylab olishingizga vaqt, 2 minut gapirishingiz kerak ikkalasida ham. Overall 3 minut vaqt ketyapti. Namunaviy test topshiriqlarimizga qaraydigan bo'lsak, part 1 ya'ni A qismini ko'ramiz, B qismini ham pastda ko'ramiz. A qismiga qaraydigan bo'lsak, please tell me about your best friend. Ya'ni chin yaqin do'stingiz haqida gapirib bering deyilyapti. Qisqacha gapirib berishingiz kerak bu haqida. Keyingi savolimiz tell me about your country, ya'ni o'zingiz yashaydigan davlat to'g'risida. What do you like to do in your free time? Bo'sh vaqtda nima qilishni yaxshi ko'rasiz? Hobbilaringiz to'g'risida so'rayapti misol uchun. Part 2 ni B qismiga qaraydigan bo'lsak, bizga ikkita rasm berilgan. Birinchi rasmda haydovchi bor, ikkinchi rasmga qaraydigan bo'lsak, demak, ko'chada ketayotgan odamlar bor. Demak, savolimiz asosan pastdagi savollar xuddi shu rasm haqida bo'ladi. Birinchi savolni o'qiydigan bo'lsak, rasmlarda nimani ko'ryapsiz? Xo'p, ikkinchi savolimizda so'ralyaptiki, what are the some advantages of walking or driving? Ya'ni piyoda yurish, mashinada yurishdan ko'ra nimaga qanaqadir ustun tomonlari bor deb so'ralyapti bu yoqda. Demak, siz piyoda yurishni maqtashingiz kerak. Endi uchinchi savolimizga qaraydigan bo'lsak, why do some people prefer having a car of their own? Ya'ni nimaga ba'zi odamlar o'zlarining shaxsiy mashinalari bo'lishini afzal ko'rishadi deb so'rayapti. Xo'p, endi part 2 ga qaraymiz. Part 2 da rasm turibdi. Endi rasmga qaranglar. Pastdagi savollarga qaraydigan bo'lsak, bir-biriga hech qanday bog'liqlik jihati yo'q. Siz rasmga chalg'imang. Sizga eng asosiy, eng yaxshi maslahatim pastdagi 3 ta nuqtada berilyapti. E'tibor berib qarasanglar, savollar mana shu bo'yicha gapirsangiz bo'ldi. Tell me about critical decision you have made. Ya'ni keskin qaror qabul qilganingiz haqida gapirib bering deyilyapti bu yoqda. How has this decision influenced you and your life? Ya'ni mana shu qaror sizning hayotingizga qanday ta'sir qilgan? Siz o'zingizga qanaqa ta'sir qilgan, hayotingizga qanaqa ta'sir qilgan? Uchinchi savolimizga qaraydigan bo'lsak, what factors have the highest impact on decisions people make? Ya'ni qaysi faktorlar siz odamlarning qaror qabul qilishida katta ta'sir bor? Shu haqida gapirib berishingiz kerak. Endi sizga mana shu savollar ko'rib olishingiz uchun 1 daqiqa vaqt beriladi. Mana shu 1 minut ichida ideyalangizni tayyorlashingiz kerak. Mana shu savolni ko'rgan vaqtingizda siz nima haqida gapirishingiz kerakligini aniqlab olishingiz kerak. Demak, bu yoqda e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, biz qaror qabul qilish to'g'risida gapiryapmiz. Siz qaror qabul qilish haqida gapirayotgan vaqtingizda mana shu 3 ta narsa siz gapirayotgan kichik bir matningiz ichida bo'lsa, shuni o'zi yetadi part 2 ga. Endi part 3 ga o'tamiz. Part 3 da C1 savoli bu. Bir dona savol berilyapti. Qaranglar. For against. Ya'ni chap tomonda for degani siz ustun tomonni gapirasiz, against bu bunga qarshi bo'lgan holatda gapirishingiz kerak. Ya'ni savolni o'qib olamiz misol tariqasida. Citizens should be allowed to carry personal guns. Ya'ni fuqarolar o'zlarining shaxsiy qurol olib yurishlari kerak, ruxsat berilishi kerak shu narsaga deyilyapti. Endi sizdan so'raladigan narsa, xo'p, nima uchun plus tomonda gapirishingiz kerak? Ya'ni siz qo'llab-quvvatlashingiz kerak. Birinchi, qurol olib yurishlari kerak, sababi o'zlarining himoyalari uchun deb turib siz birinchi qurol olib yurish kerak deb qo'llab-quvvatlashingiz kerak-da. Buni gapirib bo'lganingizdan keyin keyingisi against, ya'ni qarshi. Ya'ni qarshi tomonda endi siz qurol olib yurishga ruxsat berilmasligi kerak, bu yomon narsa deb qo'llab-quvvatlab mana shu fikrni pastda o'zi sizga tayyor ko'radigan bo'lsangiz, qiynalmasligingiz uchun ideyadan qiynaladiganlarga bu o'ta yaxshi narsa. Ya'ni pastda sizga tayyor nimani gapirishingiz to'g'risida berib ham qo'yilgan, hattoki mana qarasanglar. Birinchisida, ya'ni yaxshilayotgan tomonimiz for guns can help people protect themselves. Ya'ni qurollar o'zlarini himoya qilishlariga odamlarga yordam bera oladi deyilyapti. Ikkinchi ideyamiz, endi sizdan talab qilinadigan narsa mana shu narsani qanaqa qilib sodir bo'ladi, misoli bilan birga cho'zib gapirib bersangiz yaxshi bo'ladi. Bu narsani yana ko'ramiz speaking darslarimizda. Keyingisi, they prevent people from becoming victims of crimes like burglary. Ya'ni aytilyaptiki, odamlarni har xil jinoyatlardan, masalan, qo'rqbuzar o'g'irlikdan, misol uchun, sizni qurbon bo'lib qolishingizdan himoya qiladi. Ya'ni yana o'zini himoya qilish haqida bo'lyapti. Uchinchi ideyaga qaraydigan bo'lsak, hop, endi necessary for hunting or target sports, ya'ni ovlash uchun yoki bo'lmasa ba'zi bir sport turlariga kerak bo'ladi. Shu to'g'risida ham gapirishingiz kerak. Endi against, qarshi tomonga o'tadigan bo'lsak, qarshi tomonda birinchi ideyasida guns are weapons that are used to commit a crime. Ya'ni mana shu jinoyat sodir qilishdagi asosiy qurol bu, mana shu qurollar o'zi deb turib yomonlayapmiz endi bu tomonda.
Fewer guns will reduce the homicide rate. Ya'ni kamroq qurollar suiqasdlarni kamaytiradi deyilyapti. Va uchinchisida handheld or military guns are not useful for activities like hunting. Ya'ni harbiy qurollar yoki qo'lda olib yuriladigan qurollar ovlash mashg'ulotlari uchun foydali emas. Demak, siz mana shu tomonda for va against tomonni gapirib chiqishingiz kerak. Tayyor sizga ideyalar berilgan, faqat shuni gapirib bersangiz bo'ldi. Shu bilan umumiy test formatimiz tugayapti. Keyingi narsaga o'tadigan bo'lsak, keyingi narsamizda 40 kunlik rejamiz sizlar bilan ko'rib chiqamiz. 40 kunlik rejamizga qaraydigan bo'lsak, hop, Safer ya'ni multi level. Hop, endi avvalgi nomi Saferda, hozir multi level bo'lgan. Multi level planimizga qaraymiz. Chap tomonning ustunimizga qaraydigan bo'lsak, day, ya'ni kunlarimiz. Day 1, day 2, day 3, day 4 kunlar soni bu chap tomonda 40 kun bo'lyapti overall. Endi keyingi narsaga e'tibor beradigan bo'lsak, writing va speaking darslari bo'lyapti, reading va listening. Ikkita ustunga ajratib qo'yilgan darslar. Sariq ustunimizga qaraydigan bo'lsak, writing bilan speaking darslari, yashil ustuniga qaraydigan bo'lsak, reading va listening darslari. Demak, har bir dayda biz ham writing, ham speaking, ham listening, ham reading o'tamiz. Xo'p, endi lekin unchalik og'ir bo'lib ketmaydi, chunki bir kun o'ziga deylik writing bilan speaking birdaniga qo'yilmagan, ba'zan writing, ba'zan speaking qo'yilgan. Ikkinchi, undan tashqari reading bilan listening tomonga qaraydigan bo'lsak, ikkalasi ham bir kunga qo'yilmaydi-da, yo reading, yo listening qo'yiladi. Xo'p, endi day 1 ga qaraydigan bo'lsak, day 1 ni o'zida biz sizlar bilan writing task 1 bilan tanishamiz. Bundan oldingi qismda men sizlarga writing haqida batafsil ma'lumot bermadim. Buni dars paytida ko'rib o'rganganimiz yaxshi. Chunki part 1, part 2 writing ichida u narsani deylik qanday deb sample bilan tushuntirib berish qiyin. Shuning uchun avval o'rganib, keyin amaliy ko'rsak shunda yaxshiroq bo'ladi. Xo'p, endi day 1 ni o'zida demak writing task 1 ko'ryapmiz. Task 1 da tanishtiruv bo'ladi. Introduction ni ham qanday yozishni ko'ramiz. Xo'p, endi keyingi tomonga qaraydigan bo'lsak, reading listening darslaridan bo'lsa, gap completion, ya'ni reading part 1 dan sizlar bilan ko'radiganimiz reading completion dan reading listening bilan reading tomonidan sizlar bilan ko'radigan bo'lsak, endi mana shu joyda hop gap completion reading part 1 dan ko'ryapmiz, ya'ni bo'sh joylarni to'ldirish savoli turini ko'ramiz va listening dan bo'lsa not completion, ya'ni audioni eshitgan holatda kichik bir matn bo'ladi, so'zlar tushib qolgan, u ham gap completionga o'xshaydi, bo'sh joylarni to'ldirib chiqishimiz kerak. Xo'p, endi day 2 da qaraydigan bo'lsak, day 2 imizda writing task 1, task 1 ichida bu safar main body, conclusion, closing, full sample, ya'ni to'liq essay tukyapti shu joyda. Va reading ga qaraydigan bo'lsak, reading da completion questions, ya'ni to'ldirishni talab qiladigan readingdagi savollar ko'rib chiqamiz. Day 3 da bo'lsa, writing task 2 ni ko'ramiz, understanding the question and idea generation. Task 2 ni boshlayapmiz mana shu joyda, savolni tushunish va ideyalarni tayyorlashni ko'ramiz. Hop, reading listening darsiga o'tadigan bo'lsa, listeningdan part 3 ni o'tamiz. Part 3 ni ichida endi matching speakers, ya'ni speakerlarni bergan ma'lumotga moslab chiqish. Hop, keyingi narsa part day 4 ga o'tganimizda writing task 2 dan bo'lsa, introduction, main body preparation, reading qismida matching pictures, advertisement. Endi keyingi day ga o'tadigan bo'lsak, bu day 5. Day 5 da endi task 2 ni main body ni qanaqa yozish kerakligi ustida ishlaymiz sizlar bilan. Va listening reading dan bo'lsa, maps, ya'ni listening dan part 4 xaritalarni ko'ramiz. Endi keyingi narsa day 6, 6-kunimizda bo'lsa, writing task 2 dan conclusion, xulosa yozishni o'rganamiz va unga mos bo'lgan reading dan matching headings, ya'ni mana sizga berilgan ma'lumotlari bundan oldingi qismda ko'rdik, ma'lumotlar qaysi paragrafda borligini belgilab qo'yish savollarini ko'ramiz. Xo'p, endi day 7 ga qaraydigan bo'lsak, 7-kunimizda advantage, disadvantage essay, bu task 2 ni bitta turi, buni ham ko'ramiz. Xo'p, endi e'tibor beradigan bo'lsak, ikkita kunimiz shunga ajratilgan. Xo'p, bu tomonda hop listening dan bo'lsa, day 7 bilan day 8 da listening reading o'tamiz. Day 7 da 7-kunda extract questions o'tamiz va day 8 da 8-kunda reading dan multiple choice'lar ko'ramiz. Xo'p, endi day 9, 9-kun.
9-kunimizda demak speaking boshlanyapti. E'tibor beradigan bo'lsangiz, speaking part 1 savollarga qanday javob berish, part 1 simplelari bilan birga ko'ramiz. Listeningga qaraydigan bo'lsak, multiple choice savollari turibdi. Endi keyingi day 10 ga 10-kunga qaraydigan bo'lsak, speaking part 1 da different categories and preferences shuni o'tamiz. Speaking part 1 da va reading dan true false no information savol turini ko'ramiz. Day 11 ga qaraydigan bo'lsak, speaking part 1 admitting sentence and talents. Bu ham mavzularimiz part 1 dan bularni ko'ramiz. Keyingisi listening dan bo'lsa part 6 part 6imizni ko'ramiz. Endi 12 lessonimizda bo'lsa, 12 darsimizda 12-kunda inversion for time, when was the last time shu narsani ko'ramiz. Speakingda bu narsani shu darsda ko'ramiz. Reading dan bo'lsa summary completion ko'ramiz. Day 13 13-kunda bo'lsa speaking part 2 ga qanday qilib javob berish kerak shu bo'yicha dars o'tamiz. Reading dan rasmlarni moslab qo'yish va advertisement degan narsa bor, buni ham ko'ramiz. 14-kunda bo'lsa speaking dan part 2 ni ko'ramiz, samplelari bilan birga. Listening dan not completion ko'ramiz. Day 15 15-kunga kelsak, writing task 2 examplelari bilan birga ko'ramiz yana. Endi writingimizda yonida ko'rayotgan bo'lsanglar, reading matching headings turibdi va day 16-kunimizda complex sentences murakkab gaplar haqida gaplashamiz. Listening matching speakers ko'ramiz. Undan tashqari day 17 complex grammar murakkab gap, result clauses yana grammar ham ozgina o'tamiz ishlatish uchun. Bu kerak bizga. Chunki writing bilan speakingda o'zimiz generate qilishimiz kerak. O'zimiz yozib beramiz yoki gapirib beramiz, shuning uchun zarur. Readingda matching true false not given o'tamiz. Keyingisi writing task 2 da agree disagree positive negative essay turi ham task 2 dan. Keyingi narsa listening maps ko'ramiz. Day 19 19-kunda bo'lsa task 1 dan letter ko'ramiz, real example bilan birga va reading dan bo'lsa completion questions o'tamiz. 20-kunda bizda 20 kun o'tgandan keyin darslardan keyin overall bizda mock exam bo'ladi. Mock exam degani ya'ni full testni sizlar bilan ko'rib olamiz. Listening, reading, shu o'rgangan narsalarimiz bo'yicha. Endi 21-kunimizda biz task 2 dan discussion essay, real example bilan ko'ramiz va keyingi narsa listening extracts degan narsani ko'ramiz. 22-kunimizga qaraydigan bo'lsak, task 1 complaint letter, real exam exampledagi tushadigan haqiqiy test bilan birga ko'ramiz. Reading completion questions o'tamiz. 23-kunda writing task 2 referencing real example sample yana reading matching true false not given. 24-kunda bo'lsa speaking part 2 yana part 2 sample bilan birga part 3 ni ham bu safar o'tamiz. Haligi B2 bilan C1 darajadagi savollar. Listening maps ko'ramiz. Endi keyingi narsa 5 kun o'tib yana bitta mock examimiz bor. Undan tashqari 26-kunida sizlar bilan task 1 dan recommendation letter ko'ramiz. Listening extracts ham ko'ramiz. 27-kunga qaraydigan bo'lsak, task 2imizda tezis yozish, mana bu narsalar batafsil tezis nimaligini ham tushuntirib beraman darslar davomida va real examda tushgan writing bilan birga ko'ramiz buni. Listening maps ko'ramiz. Day 28-kunimizda task 2 cause effect and problem solution essay, speaking part 2 sample ko'ramiz, reading part 1 ko'ramiz. 29-kunda ozgina grammar bor, reason clauses, letter, real example sample bilan birga. Endi listening reading tomonidan ko'rganinglardek part 1 ni ko'ramiz. Listeningdan yana choose the best response bu ham yana bitta savol turi va 30-kunda yana bitta full mock examimiz bor. 31-kunda bo'lsa sizlar bilan grammar o'tamiz ozgina. Contrast clauses bilan speaking part 1 da shuni ishlatish bilan birga ko'rib olamiz. Endi keyingi narsa listening readingdan listening not completion. 32-kunga qaraydigan bo'lsak, task 1 apology letters va undan tashqari task 2 sample ham ko'ramiz. Reading matching headings ko'ramiz. 33-kunda keladigan bo'lsak, 33-kunda relative clause'lar o'tib olamiz sizlar bilan. Grammatikadan juda foydali narsa bu. Ayniqsa complex sentence yozayotganda yaxshi balo beradi bu. Writing task 1 ko'ramiz, listening matching speakers ko'ramiz. 34-darsimizda bo'lsa writing dan task 1 informal letters ko'ramiz, task 1 sample ko'rib olamiz bu bilan birga. Reading matching true false not given ko'rib olamiz. 35-kunda full mock exam bo'ladi sizlar bilan. 36-darsimizda bo'lsa writing task 2. Endi task 2da ko'radigan narsamiz overgeneralization. Bu narsani yana to'xtaymiz. Batafsil bu narsa bal tushirib oladi. Shu narsani to'g'rilash kerak bo'ladi. Buni ko'ramiz. Speaking part 1 ko'ramiz. Reading multiple choice ko'ramiz. 37-kunda bo'lsa grammar result sentences buni ko'ramiz yana task 2da ishlatilishi bilan birga. Endi 37-kunda real question listening reading hammasini ko'rib chiqamiz yana. 38-kunda va 39-kunlarda bir xil hammasi. 38-39-kunga qaraydigan bo'lsak,
writing task 2da ikkita body paragraflari solishtirib bir-biriga yozish va endi task 2 sample bilan birga bo'ladi. 39-kunga qaraydigan bo'lsak, part 2 bo'ladi speakingdan. Sample va undan tashqari speaking part 1 sample ham ko'rib olamiz va 40-oxirgi darsimizda bo'lsa sizlar bilan full mock exam bilan yakunlaymiz. Shu bilan hammasi tugagandan keyin sizlar bilan borib Cefr examlarni topshirib kelamiz. Bundan oldingi safar ko'rdinglar, men exam sanalarini tashlab qo'ydim. Registratsiyani fevral oyi boshlanishidan oldin qilib qo'yishimiz kerak, chunki yerda exam vaqti yozilgan, undan oldin registratsiya yopilib qoladi vaqtliroq. Shuning uchun yanvar oyining oxirida yetmasdan registratsiyani to'ldirib qo'yishimiz kerak. Keyingi darsimizda ko'rishguncha ertaga xayr.